Ko'rib turganingizdek, mana kanalim. Shu kanalda 2237 ta obunachi bor ekan. Axlatimizni 603.817 ta ekan. Reysli istoriyalarni ko'rishgan. O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Qozog'iston ko'ribdi. Hop. Nima noto'g'ri qilyapman? Nimaga axlatim ko'proq, lekin umuman obunachi kelmayapti. Videoyimni qarasanglar 543 ta videoyim bor ekan. Nimani noto'g'ri qilyapti ekanman? Shunga hayron qolib o'tiribman. Tahlilim shundan iboratki, 2-dekabrdan 31-dekabrgacha, bugun 1-yanvar 2026-yil uzr. Nimaga obunachilar yig'ilmayapti? Nimaga obzor ko'tarilmayapti? Axlatlarim kam judayam. Bormanglar qadrdonlar, sizlar charchamsizlarmi? Hozir tahlil qilib o'tirgan ekanman. O'zimni videolarim va obunachilarimni 1-yanvarda 2026-yilda shu narsani o'zimcha bir ko'rib chiqyotgandim. Qanaqa yutuqlarga ega bo'lman deb. Nimani noto'g'ri qilyapman? Nimani o'zinglar kommentariyaga yozib ketinglar. Yo, men ham 2000 so'mdan deb video qilib boshlayman. Yo, 2026-yil bir jinnalik qilib video qilish boshlashim kerakmi? Nima qilishimni bilmayapman, to'g'risini aytsam. Haqiqatan obunachi yig'ish niyatim bor. Manfaatli videolar qilish xohlamayman. Mana bir xalqqa tanali degan maqsadida 2025-yil harakat qildim. Lekin 1 yil vaqtim zoyaga ketib qoldi deb o'ylayapman. Shu boshim qotib turibdi. Nima qilay? Maslahat beringlar. Nima qilsam ko'p obunachi yig'aman va sizlarning maslahatingizga zorman. Obuna bo'lishinglarni ham chin qalbimdan so'rab qolardim. Bilmadim nima qilishimni, ham boshim qotib qoldi. Rahmat o'rnidan. Tushunarsizlar degan umiddaman. Mayli, ko'rishguncha.